Ushbu dasturimizda ham sizlarga ibratli voqeani so'zlab beramiz. Rossiya shaharlaridan birida uzoq vaqt yashab, O'zbekistonga qaytayotgan muslima qiz haqida hayotiy voqea. Qiz poyezdga o'tirib, Qozog'iston vokzallaridan birida poyezdning to'xtab turishidan foydalanib, ul-bul xarid qilish uchun pastga tushadi. Unga to'xtab turish vaqtini noto'g'ri aytishganligi uchun qiz poyezddan qolib ketadi. U qolgan yo'lni mashinada bosib o'tish maqsadida O'zbekistonga olib borib qo'yish sharti bilan bir rus haydovchisini yo'llaydi. Mashina sahro o'rtasida ketib borarkan, yigitning qad-qomati kelishgan, hijob yarashib turgan go'zal qizni ko'rib, beli ayniydi. U qizning bu yerlik emasligini bilib, o'z yomon niyatini amalga oshirish uchun mashinani sahro ichiga buradi. Umrida birovni aldamagan bokira qiz shayton yo'ldan urgan yigitning maqsadiga tushunmaydi. Cho'l ichiga 5-10 kilometr kirib ketgan mashina to'xtagach, qiz yigitning tegachoqlik qila boshlaganidan keyingina vaziyatni tushunadi. Baqiradi, yig'laydi, ammo atrofda uni eshitadigan hech kim yo'q. Tobora uni siquvga olayotgan yigitning qo'lidan bir amallab chiqqan qiz duch kelgan tomonga qochadi. Hirs o'tida mahluqqa aylangan yigit uni quvlaydi. Qiz qochib borarkan, Allohdan nomusini saqlashini o'tinib yig'laydi. Tezlikda ustun bo'lgan yigit qizni tutib oladi. Qiz qattiq qarshilik ko'rsatavergach, yigit uni uradi. Zarb ta'sirida qiz hushini yo'qotadi. Hushiga kelganida hech nima sodir bo'lmaganini, yigitning yonida jonsiz holda yotganini, uning tanasi ustida o'rmalab yurgan 2 nafar chayonni ko'rib, qiz iltijolari Xudoga yetib borganligini tushunadi va rosa yig'laydi. Qiz sahro ichida bir kun sahrodan yurib, bir ovulga borib qoladi. U yerdagilar ko'magida elchixona orqali O'zbekistonga yetib keladi. Alloh hech qachon o'ziga ishongan va e'tiqod qilgan bandalarni nopok insonlar qo'lida xor qilib qo'ymaydi. To'g'ri emasmi, qadrli qadrdonimiz? Kanalimizga a'zo bo'ling va sizlarni hayron qoldiradigan ma'lumotlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosing.